Yaxshilar, qaranglar. Bir dona bo'lib o'zi oppoq gullar ichida mana lola ochilibdi. Bugun mana 29-mart. Yomg'ir sekin boshladi mana. Mahallada hech kim yo'q ko'chada. Ha, aytgancha. Boy chechak deydimi, momo qaymoq deydimi, kommentariyada yozib ketasizlar buni. Nima deyilishini. Masjidlar asa ko'payib ketadi. Bu yoqda ham. Kamera ishlayapti. Mana kaptarlar cho'milishdi mana basenchasida. Bu yoqda mana endi turishibdi yana. Oh. 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 7 3 7 17. Kechagi kuni mana kaptar-kataylarni kattaytirdik, xonasini ko'paytirdik. Oldin ko'rgan bo'lsanglar, bunaqa bo'lardi. Hozir bularni orasini olib tashladik. Mana bitta xullas katta xonalar qilib qo'shildi ular ichiga. Tozalab, kecha chiroyli qildik. Hammasi cho'milib chiqib, tepada qurinishyapti, yomg'ir bo'lishiga qaramasdan. Mana cho'milib bo'lgandan keyin suv shunaqa bo'lib qoladi. Shundan bilib olamiz suvni. O, mana siren gullar ochilibdi. Onamiz sirenlari. Mana. Kabutarlar. Uzum ham mana kurtak ochib, yangi kurtak chiqarishni boshladi. Behi ham boshlagan mana behi ham. Ana. Kaptarlar. Mana. Nok bu. Yomg'ir yog'di, mana so'rlarni bu yoqqa olib qo'ydik. So'ri ustiga yomg'ir tushyapti deb. Mana kaptarlar. Nodiraxon apa ish qilib yuribdi mana yana. Bahor havosi. Bodir aka mana kaptarlarga kelyapti. Xastalar tashagan. Hassani tashladik. O, trenajyorlar oy, yomon panaga. Sirenlarni ana hidab yuribdi-da. Kaptarlarga qaragani kelyapti endi. Qimmatbaho kaptarlari bor. 10 milliardlik. Mehmonasiga kirib ketdi mana. Nodiraxon opa. Mehmonxonasida hozir svetini yoqsam ko'rinib qoladanmi yo'qmi mana. Bekitgan narsalari bor bu yerda. Shirinliklari bor. Tayyor sovchiga deb bezab qo'yilgan bu xona. Sekin kirib, ikkita shkaratidan olib qaytib ketaveramiz mana. Mana bitta qo'yamiz ekan mana. Quruq ketmaylik deb mana bitta oldik. Ertamanda choy ichgani kelganda shu 2 dona shkalatni olasiz. Shu bilan mana ishingiz qoldi. Mana. Xullas bahor bab yaxshida. Mana. Ana. Charchamayman. Lolalarimiz yana ochildi mana. Bu yerda uzum ham bo'lyapti.
O qarang, chiroyli ochilgan buloqlar. Mana. Mana o mini rozasini qaranglar. Mana. Ha, bu yoqdagi gullari ham o'syapti mana tuvaklarda. Kunda o'zgarishlarni ko'rsatib turamiz endi xudo xolasa. Mana bu ham mehmonxona bitta. Mana gullari. Endi bu o'zimizda hashak gullar bular. Bular kichkintoy hashak gullar. Bujoq mana yerda mana tuxum po'choqlar solingan, kalsiy bo'lar ekan. Kommentariyada yozasizlar, haqiqatan kalsiymi, kalsiy emasmi deb. Ana. Chekish sog'liq uchun zarar.